Ayni vaqtlarda Pervalda oppoq qor yog'moqda. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Havo harorati -2 darajaga tushib ketgan. Bahor fasli bo'lishiga qaramasdan Pervalda qor yog'moqda. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ham harorat pasayib ketgan. Bugun ayrim hududlarda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. O'zgidromet xabariga ko'ra, bugun kunduz kuni joylarda yomg'ir yog'adi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Harorat 6-11 darajalik bo'ladi. Poytaxtimizda vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Shamol 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 6-8 darajalik bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik qorga aylanishi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi kutilmoqda. Tuman tushishi mumkin. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.